Mana hurmatli obunachilar, bu molimiz yashirib qo'ygan. Mana sizlarga taqdim etamiz bu molni holatini. Mana yashirdan keyingi holat, o'rtoqlar. Holatlarni qarang buni. Ko'rinyapti yaralar ham bor. Mana yashir bo'lgan molimiz bozordan olganiga bir hafta bo'lgan. Sizlar ham olganlaringda doktor xizmatiga bitta ko'rsatib qo'yishlarini taklif qilamiz. Buni ko'rsatib o'tasizlar endi. Mana bu molimizni hozir qo'l chenalan qilib bo'ldik. Hozir og'izlarini bitta chayqab zo'r holatga keltiramiz. Xudo xolasa 3 kunda ko'rmaganda bo'lib ketadi. Mana qolganlari hammasini bir hafta bo'lib olganlariga. Sizlar ham bozordan mol olsalaring, doktor xizmatiga shunday ko'rsatishlaringizni taklif etamiz. Bitta doktor nazoratidan bitta o'tkazib qo'yasizlar. Bizning kanalimizda obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizga like bosib qo'yasizlar endi. Mana holati. Bunimiz yashirib qo'ygan. Qolganlari yaxshi.